O'ylab qarasam turmush o'rtog'imdan ko'ra qaynisinilarim bilan ko'proq sayrga chiqarkanman. Har haftaning bir kunida biz o'zimizga vaqt ajratamiz. Aynan mana shu an'ana munosabatlarimizni yanada qiziq va yaqinlashtiradi. Bu safar biz bilan qaynovijonim va xolajon ham bordilar. Haqiqiy girls evening bo'ladi. Avvalambor Burger & Co'ga kirib ujin qildik. Qizalog'im ham biz bilan edi. Unga zerikmasligi uchun rangli raskraska olib kelishdi. Zavideniyaning bunaqa mayda e'tibori albatta hurmat uyg'otadi. Buyurtma qilgan taomlarimiz ketma-ket kela boshladi va mana bu burgerga qaranglar. Anchadan beri bunaqa shirador, suvli va mazali burger yemagan ekanman. Xurmo, lavash, ichimliklar hammasini har xil qilib oldik va hammaga yoqdi. Ayniqsa ularning muzdek mevali ichimliklari issiq havoda burgerlar bilan ayni mudo ekan. Ta'mlari ham juda boy va освежающий. Narxlari juda hamyonbop, katta davrada borib mazali ovqatlanish uchun zo'r variant. Приятный syurprizlar ham bor. Zavideniyani storiesda atmetka qilsangiz, sizga bepul desert berishadi. Albatta saqlab izohlarda kim bilan kelishingizni atmetka qilib qo'ying. Kechki ovqatdan so'ng issiq kofe saboy olib sayrimizni davom etdik. Shunaqa samimiy videolar qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lishni unutmang.